har doim maqsadingni aniq qil. Ishchi viza mutlaqo yo'q edi. Ketsa bizdan ketsin, birovda bizga haq o'tmasin deb 150 mingdan 200 minggacha sarflaganmiz. Qachonki o'ngdan chapga, chapdan o'ngga sakrash bo'ladigan bo'lsa, maqsad aniq bo'lmaydigan bo'lsa, yo'lda yo'qolib qolishligi mumkin. Shuhrat aka, qayerdamiz? Assalomu alaykum. Biz hozir Myunxenni Ostbahnhofidamiz, ya'ni Sharqiy vokzaldamiz. Xo'sh, bu orqa Sharqiy vokzalmi shunda? Aynan, xuddi shunday. Mana bu taraf juda katta vokzal hisoblanadi. Bu yoqda endi Germaniyada bu narsalar tramvay o'tganmi, S-Bahn, ya'ni elektrichka o'tganmi, bus o'tganmi, bunaqa metrolar o'tganmi, mana bu narsalar juda ham muhim hisoblanadi. Bu yer katta vokzal, bu yerdan hammasi o'tgan. Ya'ni markaz joy desa ham bo'ladi. Yaxshigina markaz joy. Demak, sizni restoraningiz, joyingiz markazda desak ham bo'ladi. Odam juda ko'p qatnaydi. Men ko'rdim o'zi. Odam qatnovi bu yerda juda ham ko'p. Bu yerda ham masalan ko'rsangiz bo'ladi, odamlar juda ham ko'p o'tib qaytadi bu yerdan. Boshlang aka, ichkariga. Marhamat. Ketdik. Marhamat. Biz bular hammasini o'zimiz tayyorlaganmiz. Ammo Samarqand, nomi Samarqand bo'lgani uchun masalan ko'pchilik bilishadi nomidanoq. Ya'ni logosidan tortib, hammasidan tortib detallarigacha tayyorlattirganmiz. Xuddi shunday. Nima qilib? Aka, buni qayerda yashattirgansiz mana bu tepedagi yozuvni? Buni dizaynni bunda o'tirib o'zimiz yasaganmiz. Ya'ni men o'zim ham ITga aloqali joyim bor. O'shaning uchun o'zim yasaganman. Ya'ni qilganimizda keyin hammasini chiqartirib maxsus tayyorlattirganmiz. Tepadagilari endi Germaniyada juda ham qimmat turar ekan. O'sha narsalarni bilmayman bir yaxshigina pul o'tishgan. Qanchaga tushgan aka? Aytavering, endi bu tarix-ku. Bir o'sha butunlay mana tagida yozuvlari bilan bir 4000 yevrolarga tushgan. O'sha nomini o'zi. O'sha nomini o'zi. Mamutchi, mamutdagi yozuvlarchi. Bular hammasini menimcha dizaynni ham o'zingiz qilganmisiz? Shunday desam bo'ladi. Shunday desam bo'ladi. Ya'ni o'tirib bir anchagina vaqtimiz ketgan, bir deylik bir 3 oy, 4 oy o'tirib har bitta detalni ustida ishlab turib tayyorlaganmiz. Ya'ni bu yoqda mana bu desertimiz bormi, salatlarimiz bormi, o'zbekcha nimamiz bor. Bu tarafda mana steklarimiz bor. Steklarni nima qilganmiz, chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Keyin bu yoqda nima qilamiz? Har kuni, deyarli har kuni yangidan narsalar taklif qilamiz. Ya'ni bugun bizda nima yangilik bor? Nimani masalan ozroq taklif qilamiz? Nimani odamlar masalan yemagan bo'lsa, o'sha narsani yeygizib, nima qilib voyaga tanishtirishga harakat qilamiz cho'roq. Bu har kuni yangi yoziladi, demak. Deyarli har kuni yangi yoziladi. Deyarli. Ichkariga boshlang endi. Marhamat. Dunyoda 200 ga yaqin davlat bor-da. Bizni dinimizga, bizni qadriyatlarimizga mos, bizni odamlarimizga o'xshash davlatlar juda ham ko'p. Nimaga Germaniya? Men maktabda nemis tilini o'rganganman. Ingliz tili yoki fransuz tili emas. Va o'sha yoshligimizdan o'sha Germaniyani qanaqa talaqqi etganligini, masalan, bu yerda meditsina, ta'lim yoki umuman tartib, qoida, intizom, va bunaqa nemischa intizom haqida gapiramiz ko'p. Mana bunaqa narsalarni eshitib yoki o'sha nemis o'rgangan vaqtimizda kitoblardan, o'qituvchimizdan eshitib mana bunaqa katta bo'lganmiz. O'shaning uchun men o'ylayman, birinchi o'rinda mana shu orqali birinchi qanaqadir istak paydo bo'lgan. Shu katta bo'lsam o'qishga, ishga yoki mana bunaqa masalalarga, o'sha chetga chiqsam Germaniyaga boraman degan bir masala bo'lgan. 10 yil oldin kelgansiz Germaniyaga. 10 yil bu katta muddat. Bir musofir uchun, bir immigrant uchun bu yetarli muddat. Davlat haqida xulosalar berish uchun, yirtilgan ko'ylaklar, ota-ona ko'rmagan ko'z yoshlar bilan hammasi bekitiladi o'zbekchilikda. Siz kelgan yo'l oson yo'li emas aslida. Germaniyada o'sha au pair dasturi bor. Shu uy ishlariga qarashish. Aslan klassik o'zbek oilasida odatda uy ishlarini ayollar bajaradi bizda. Ya'ni sharq madaniyatida shunaqa qurilgan. Lekin siz kelgan dastur aynan ayol kishiga yordam berish. Bu psixologik og'ir dastur. Men erkaklar uchun doim gapiraman. Au pair bu erkaklar uchun og'ir dastur. Ayollar uchun tushunarli. Ular
qizlarimizni qanaqa tarbiyalashadi O'zbekistonda? Supurishga, ovqatlarni tayyorlash, uyni saramjon qilish hammasi. Nimaga bu dastur va bu dasturda aynan au pair sizga nimalarni berdi? Shuhrat akani qanaqa o'stirdi? Nima kuyga soldi-yu, nimalarni olib chiqib ketdi Shuhrat aka o'sha au pair dasturidan? Au pair dasturi endi ko'pchilik ehtimol bilmasligi mumkin. Haqiqatan ya'ni bir oilaga kelinadi. O'sha oilani masalan farzandlariga qarashga yordam berishi mumkin, uy ishlariga qarashga yordam berishligi mumkin yoki umuman oila ya'ni oiladan tashqari emas, oilaning ichidagi masalan shu ishlarga yordam beradi. Shu dastur bo'yicha kelganman. Avval dastlab boshida endi biz kelgan vaqtimizda, ya'ni men biz deb aytyapman, chunki biz bilan nima qilgan vaqtida men bir o'zim bo'lmaganman, ya'ni kelganlar ko'pchilik mana shu yo'l bilan kelishgan o'sha paytda. Sabab nimaga? Chunki boshqa yo'llar juda ham kam edi. Ishchi vizachi. Ishchi viza mutlaqo yo'q edi. Ishchi viza yo'q edi. O'qishga ham juda ham kamdan kam holatlardagina chiqish mumkin edi. Unda ham to'g'ri o'qishga emas, o'shanda ham til o'rganishga boshqaga yoki mana shu au pair nimasi. Dastur. Nima deydi? Ya'ni bizda chiqish eshiklarimiz juda ham kam bo'lgan. Yo bitta yo ikkita bo'lgan. Bizni o'sha sharoitimizda. O'shaning uchun men dasturni bilib turib tanlaganman. Bir chiqish eshigi sifatida. Keyin u yerda ham masalan aytilganki, oilani 3 ta bolasi bor edi. O'sha ikkitasini men maktabga pravam bor edi, boshqa, ya'ni haydovchilik guvohnomasi. O'sha bilan maktabga olib borib, bog'chasiga olib borib, keyin qaytarib olib kelardim. Keyin shu oilada masalan yana o'zlarining kuchlari, mana shunaqa narsalar bo'lardi. Ya'ni oilada ovqat pishirishlarga ko'p ham aralashmagan bo'lsam ham, lekin baribir ham oilaning ichida yordam berishga to'g'ri kelgan. Va meni birinchi shokka solgan narsa bu yerda nemis oilasini qanaqa yashayotganligi, ota-onasiga masalan birinchi o'rinda sensirab muomala qilganda yo'q, men shokka tushganmanki, o'zi 4 yoshli bola, o'zi 7 yoshli bola onasiga, otasiga tekis sensirab gapiryapti. Yo'q, keyin gapirganda ham nemis madaniyatida shunaqa, nemis bolalari boyaga talab qilib, ochiqcha, buyruqcha ohangda gapiradigan bolalar. Ya'ni sen buni qilishing kerak men uchun. Sen mana shuni menga berishing kerak degan bir masalani aytadiki, ya'ni bu bizga yotku. Bizni oila, bizni o'zbek sharoitida bunaqa ba'zi gaplarni yillab ayta olmaymiz ota-onamizga. O'sha ko'ngillariga kelib qolmasin, qalbiga bir botib qo'ymaylik deb. Sizni shokka tushirdi bu narsa. Ya'ni umuman boshqa madaniyat, boshqacha oilaviy muhit, boshqacha tarbiya. Nemislarda endi buni bizga plus taraf deb olish kerakmi, minus taraf deb olish kerakmi? Menimcha bilmadim, masalan, oladigan joylarimiz ham bor, ba'zi, lekin olmaydigan joylarimiz ham ko'p ekan. Necha yil bo'ldi o'zi turmushga aka? Men bilmayman. Qiz 2016. O'sha payt men talaba edim hali. Yaxshi o'sha paytda imkoniyatlar bo'lgan. Ya'ni vizalarimiz chiqib bo'lgandan keyin to'y qilib qisqa vaqt ichida keyin Germaniyaga kelganmiz. Ikkita bola ham shu yerda tug'ilgandi. Ha, ikkalasi ham shu yerda tug'ilgan farzandlar. Dilnoz opa, birinchi yil kelgan paytingiz o'sha paytdagi Dilnoz opa bilan Shuhrat akani oilasidan hozirgi Dilnoz opa bilan Shuhrat akani oilasi nima farq qiladi bir-biridan? Nimalarda o'sdinglar? Birinchi o'rinda mas'uliyat oshdi. Mas'uliyat oshdi. Chunki farzandlar tug'ilishdan oldin faqat o'zimiz uchun yashaganmiz-da. Faqat o'zimizni hayot, ortiqcha tashvish bo'lmagan, o'zimizni qornimiz nimadir bo'lsa ham o'zimizga ma'qul bo'lsa yeb ketaverganmiz, boshqa vaqt ham o'zimizga bo'lganda. Bola tug'ilgandan keyin faqat bolani nimasi bilan hisoblashganmiz, hayoti bilan. Uni uxlash vaqti, uni ovqati, uni dam olishi, sayrga olib chiqish, doktorga olib borish, shifokor ko'rigiga olib borish, hammasi rejalashtirishga majbur bo'lganmiz, hammasini. Ayta olasizlarmi? O'zbekcha qaysi qadriyatlarni qattiq saqlay olyapmiz yoki qaysilarida baribir oqsayapmiz, kuchimiz yetmayapti? Menimcha eng birinchi o'rinda shu til masalasi, endi o'sha onasi, bobosi yoki masalan o'zimizdagi mahalla bilan birga katta bo'ladi-ku bolalarimiz. Shunaqa muhitni ehtimol bu yerda menimcha tashkil qilishda hech imkoni bo'lmasa kerak. Ya'ni o'sha yerda oladigan o'ziga yarasha tarbiya yoki til masalasi. Endi birinchi o'rinda shu til bilan bog'langan masalasi. Ya'ni nemis tilida tili chiqqan, ya'ni nemis tilida bemalol gapirishadi, o'zbek tilida ham gapiradi, lekin baribirga men o'ylayman har bitta o'zbek oilasida chetda yashayotgan,
deylik Germaniyada yashaydigan o'zbek oilasida o'zini ona tilisini o'sha mukammal darajada o'rganib, masalan, o'zimiz kabi masalan gapirishni hali egallamagani menimcha bizni eng katta shu hali muammolik tarafi desak ham bo'ladi, lekin yo'q gapirishadi. Biz iloji boricha dinni ushlashga harakat qilyapmiz birinchi o'rinda. Iloji boricha harakat qilamiz yolg'on gapirmaslikka, aldamaslikka, bir narsasini o'g'irlamaslikka, boshqa iloji boricha halollikka o'rgatamiz. Uydan chiqarib yuborayotganingizda yoki bog'chaga yoki maktabga qo'yib yuborayotganingizda qaysi gaplarni tez aytib turasiz qulog'iga quyish uchun? Sen nima ish qilayotgan bo'lsang ham, biz ko'rmasak ham birinchi o'rinda Alloh ko'rib turibdi deyman. Shu gapim birinchi o'rinda o'ziga nima, chunki o'shandan yolg'on gapirishdan cheklanadi. Vatanning hidi keldi. Shunday. Xush kelibsiz. Vatanning hidi keldi. Ichkarini iloji boricha xuddi o'zbekona muhitda yaratishga harakat qilganmiz. Albatta endi O'zbekistondagi chorpoyalarni, unaqa narsalarni qo'yishga bu yerda imkoniyatimiz yo'q, chunki joyimiz juda ham katta emas. Lekin stullarimiz, boshqalari hammasi ichki dizayni bir-biriga mos tushadi. Ya'ni rangi harakat qilganmiz maksimal o'sha bir-biriga uyg'unlashtirib tayyorlashga. Keyin mana bu yerda juda har xil go'sht turlarini ko'rib turibman. Xuddi shunday. Bularni tayyor sotib olasizmi? O'sha arab do'konlaridan, o'sha halol sertifikatli joydan yoki bu siri nimada? Chunki buncha turdagi go'shtni topish, shashlik formasiga olib kelish, kabob formasiga olib kelish bu vaqtda. Xuddi mana shunda bizni nimamiz, masalan, endi agar biz yutuq deydigan bo'lsak, hozir ishlarimiz alhamdulillah juda ham yaxshi ketyapti. Yutug'imiz ham o'shanda, ya'ni 100% hammasini oshpazlarimiz bor, o'zimiz go'sht bilan ishlaydigan odamlarimiz bor. Bir donalab turib o'zi qo'ldan chiqaradi. Qo'y katta bir shaklda kelsa, kesiladi. Hammasini kesib, maydalab o'sha odamlarga nima qilinadi, qo'yiladi. Shashlik ham xuddi shunday. Eng yaxshi joyini, eng yumshoq joyini tayyorlab qo'yamiz. Burgerlar nima qilamiz? Ularda ham go'shtlarni o'zimiz tayyorlaymiz yoki tovuq go'shti yoki o'sha mol go'shti, steklar, umuman nimaki odamlarga beradigan bo'lsak, hammasi qo'ldan chiqadi. Hammasi qo'l mehnati demak. Bular qo'l mehnati. Men o'ylardim, buncha go'shtni buncha formaga olib kelish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Men tayyor sotib olasiz deb o'ylardim. Bitta burgerga ishlatilgan go'shtimizda masalan 150 gram 100% tortiladi, ana undan keyin qilinadi. Yoki bitta shashlik 100 gram 100 gramdan ziyodroq qilamiz albatta biz. Uni ham tayyorlaymiz, ana undan keyingina sixga tortiladi. Siz ko'proq qilaman deyapsiz. Buning sababi nimaga? Endi ani qo'rilganida suv ketib qolishini inobatga olganmisiz yo boshqa bir siri bormi? Siri bo'lsa aytmasangiz ham qiziq bo'ldi menga. Yo'q, bizda tarbiya shunaqa, masalan, men o'zimiz qishloq joydan chiqqanmiz. Otam agar bug'doy sotganlarida har doim 1 kilo 2 kilo o'sha bug'doy ustiga qo'yib yuborardi. Tarbiya shunaqa bo'lgan. Bizda aytadiki, ketsa bizdan ketsin, birovda bizga haq o'tmasin deb turib mana shunaqa qiladi. Ya'ni o'shaning uchun ham bemalol aytamizki, bemalol 200 gram, bemalol 300 gram, bemalol 400 gram deymiz va o'shancha chiqadi keyin go'shtlarimiz. Undan ham ko'proq chiqadi. O'shanga harakat qilamiz har doim. Aka, lekin mana bu yerda standart narsani ko'rdim. Sababi o'sha Germaniyaning mashhur ichimliklari alkogol bo'lmagan. Mana bu masalan Germaniyada yashaganlar bilishadi. Bu Spezi, bu Fanta bilan kolani aralashgan mazasi. Lekin bunga talab ko'proqmi aka yoki choy so'rashadimi? Bu zo'r savol. Ya'ni bizga kelganlar, masalan, men hatto o'shanga o'zim hayron qolganman. Ya'ni bizda o'zbek restorani bo'lganligi uchun kelganlar asosan choy so'rashadi. Ya'ni asosan biz mana hozir yoz vaqtidamiz, havolar issiq, lekin shunga qaramasdan mana kelgan mijozlarimiz o'zbekcha ichamiz deyshadi va endi biz albatta bir 2 xil, 3 xil eng kamida masalan haqiqiy o'zbekcha choylarni taklif qilamiz. O'shalarni so'rashadi, o'shalarni beramiz. Endi albatta salqin ichimliklar kerak. Salqin ichimliklarni endi O'zbekistondan olib kelish imkoni kam yoki shart ham emas. Aslida ya'ni o'sha ichimlik. O'shaning uchun bu yerda biz choy ko'proq beramiz va choy juda ham ma'qul odamlarga. Ko'pchilik aynan o'sha choyni ichgani kelishadi. Musofirlikda bordi keldi qilinadigan oilalar bo'ladi. Hamma o'zini sekin-sekin davrasi shakllanib boradi. Sizlarning oilangiz asosan qaysi davlatdagi kelganlar bilan yoki qaysi millatdagilar bilan ko'proq bordi keldi qilasizlar? Harakat qilamiz faqat shu iloji boricha o'zbek oilasi bilan bo'lsin yoki qayergadir o'ynashga borsa ham o'zbekona sal bo'lsa ham muhit bo'lsin. Tili o'ssin, tarbiyani ko'rsin, boshqa, ya'ni shu muhitga ozgina bo'lsa ham moslashsin degan bir narsa har doim masalan o'yimizda bo'ladi.
bironta masalan Myunxen katta shahar, bu yerda ham o'zbeklar ko'p, tadbirlar bo'lib turadi. O'sha jihatiga juda ham e'tibor beramiz. Aynan shu o'zbek oilalar bilan o'tirganinglarda farzandinglarning tarbiyasida yaxshi o'zgarishlar tez-tez sezilib turadimi? Myunxen katta shahar bo'lgani uchun o'zbeklar orasida sal manzillarimiz uzoqroqda bo'lgani uchun yig'ilishimiz avvalgiga nisbatan kamayganda. Chunki avvalda Augsburg kichkina shaharda yashaganimiz uchun o'zbeklar deyarli yonimizda bo'lgani uchun juda ko'p ko'rishardik. O'zbekistonda tug'ilib 2-3 yosh bo'lib kelgan o'zbek dugonasidan til gapirishlarini, o'zbekchasini yaxshilagan meni shu katta farzandimiz. U bilan qalin dugona bo'lgan. Kelgan vaqtda o'zbekchani uncha yaxshi gapira olmasdi. U qiz nemischani gapira olmasdi. U bilan u bilan o'zbekchasini ancha rivojlantirganda gapirib, gaplashib. Birinchisi tilni yaxshi o'zlashtirmagani menga juda ham katta masalan nima bo'lgan, to'siq bo'lgan. Ya'ni shokka tushganman. Ya'ni nimalardir gapiryaptimi tushunmayapman. Nimalardir xohlayapti, men o'shandan tushunmayapman yoki o'sha narsani aytilgandek masalan yetkazib bera olmayapman, qila olmayapman yoki o'zimda gapim bor, aytib yetkazib bera olmayman. Ya'ni bu masalalar ya'ni birinchi o'rinda oiladagi tarbiya masalasi. Juda katta bir sakrash. Boshqa bir dunyodan boshqa ikkinchi bir mutlaqo boshqacha bo'lgan tarbiyasi, muhiti, sharoiti boshqacha bo'lgan muhitga sakrash. Mana bu narsa ikkinchisi. Uchinchisi hamma narsa reja bilan ekan. O'zimiznikilar mana shuni olsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Ya'ni reja bilan. Minutiga sanalgan. Siz bir joyga bormoqchimisiz? Belgilangan. Kechikish degan narsa yo'q. Oldinroq borasiz 5-10 minut, lekin kechikish degan narsa yo'q. Yoki hech bo'lmaganda vaqtida bo'lmasa oldinroq borishingiz kerak ekan. Ya'ni shunaqa bir punktlar borki, siz kechikib bordingizmi, bo'ldi, o'sha siz boradigan joy siz uchun o'zi yopildi. Ya'ni ular o'zi o'tib ketdi. Ya'ni shunaqa, mana bunaqa bir holatlar bo'layaptiki, bizga yo o'rganmaganmiz yoki kam ko'rganmiz yoki faqat kinolarda ko'rganmizda, mana bunaqa bir narsa. Ya'ni o'sha narsani o'zingizni hayotingizda yashashingiz bu boshqacha, juda boshqacha. Keyingi yo'l nima bo'ldi? Auperdan Shuhrat aka ancha ulg'ayib chiqdi. Men kelgan o'sha dasturni oxiri ya'ni yopilmagan. Ya'ni ba'zi birlarga aytadiki, sen tugatasan, 6 oy yurasan, qaytasan. 1 yil yurasan, qaytasan, bo'ldi. Ya'ni orqa eshigi yopiq. Mana bunaqa bir masala. O'shaning uchun bu yerda til o'rganish uchun keyin chiqdim. Avvalo Myunxen shahriga keldim. O'sha paytda yo'q. O'shancha ham qadrlayman. O'sha birinchi katta shahar, birinchi muhit ko'rgan shahar Myunxen bo'lgan. Shu yerga kelib turib, keyin yana ham qiyinroq davrlar boshlandi desak bo'ladi. Chunki oilada yashagan paytingizda sizni turadigan joyingiz tayin. Yeydigan, ichadigan, mana bu oziq-ovqatingiz tayin. Masalan, sug'urta, masalan, kasallik sug'urtasi bor, boshqa sug'urtalar bor. Bular hammasi oila tomonidan ko'tariladigan narsalar. O'ylamagansiz siz hech narsani o'yini qilmaysiz. Siz shunchaki oilada, masalan, qanaqadir ishlarga yordam bersangiz, masalan, belgilangan ishlarga. Masalan, farzandlarni bog'chaga olib kelyapsiz, maktabga olib kelyapsiz. Mana shunga yordam bersangiz bo'ldi. Qolgan vaqtingiz o'zingizniki, albatta vaqtingiz bo'ladi. Til o'rganing, xohlasangiz chiqib shahar aylaning. Masalan, shanba kunlari, yakshanba kunlari bo'ladi. Mas'uliyat katta emas demoqchisiz. Mas'uliyat juda ham kichkina, iqtisodiy mas'uliyat. Iqtisodiy, vaqtingiz o'zingizniki, masalan, o'sha ishdan tashqaridagi vaqtingiz bemalol yursangiz bo'ladi. Chiqdingizmi? Bo'ldi, hammasi o'zingizniki. Hamma o'sha muammolar hozir sanalganlari, hammasi o'zingizniki. Boshlandi. Sizni kasallik sug'urtasi bo'lishi kerak ekan. Yana qator, masalan, boshqa masalalarni masalan o'zingiz hal qilishingiz kerak ekan. Birinchi o'rinda kvartira masalasini hal qilishingiz kerak ekan. Uni to'lashingiz kerak albatta. Qayerdandir to'lash kerak. Pulni qayerdan olish kerak, to'lash kerak. O'zbekistondan pul olib kelib turib, bu yerdagi kvartiraga to'la olmaysiz. Juda ham qiyin. Buni qanaqadir Shuhrat aka, siz ham osilsang baland dorga osil qilgan ekansiz. Sababi Myunxen nafaqat Germaniyani, butun dunyodagi qimmat shaharlarning ichiga kiradi. Siz megapolisga o'zingiz o'rgan ekansiz. Bu balki tarbiyadandir. O'g'lim, bo'lsang zo'r bo'l yoki bo'lmagin. Chunki odamni mayda harakatlar katta harakatlarga olib boradi-da. Hozir bizni ichkarida mana bu uyning o'rtasida bog'imiz ham bor. Kichkina bolalar maydonchasi bilan keladigan odamlar o'sha yerda ham o'tirib maza qilib, o'sha yoz vaqtida ayniqsa o'tirishadi. Marhamat. Juda bahavo joy ekan-a. Havo salqin, ya'ni bu yoqdan boshlab turib mana bunaqasiga odamlar o'tirishadi. Biz avval bu yoqda ham joy qilgan edik, lekin bu yerga bolalar maydonchasini hozir joylashtirdik. Ya'ni kelganlar, masalan, farzandlari bilan, oilasi bilan kelsa, bemalol bu yoqda o'tirib o'ynaveradi bolalar, o'zlari bemalol choy ichishimi bo'ladi. Ya'ni yaxshi tarafi bu yerga quyosh kamroq tushadi, ayniqsa hozir yoz vaqtiga juda ham zo'r. Ya'ni mazza qilib, toza havoda mazza qilib o'tirishadi. Inson yig'laydi.
insonni ko'z yoshini ko'rish mumkin, lekin musofirni ko'z yoshi ko'rinmaydi degan gap bor. Tez yig'lab turasizmi? Ha, baribir qayerda bo'lsangiz ham ota-ona va sog'inchi, vatan sog'inchi hech ham to'xtamaydi. Masalan, qanaqadir bayram, hayitlar yoki tug'ilgan kunlar yoki to'y marosimlarini ham eshitib qolsak, baribir ko'ngil o'ksiydi uzoqda. Agar yaqinda bo'lganda bizlar ham bir bo'lsa ham 2 soatga bo'lsa ham borib ko'rib kelardik. Yoki kasal bo'lganda eshitib qolsak, qaniydi uzoq yaqin bo'lganda borib hol ahvol so'rash iloji bo'lganda deb o'sha davrlarda baribirga ham inson bironta g'amga, anduhga chidashi uchun mukofotini biladi-da. Shuning uchun yashashga harakat qiladi. Sizni nima oldinga yetaklaydi o'sha paytlarda? Birinchi o'rinda men oilam bilan xotirjamligimni bilgan, o'sha narsani his qilib turgan yaqinlarim, ularning ko'ngli o'shandan xotirjam, tinch bo'lganini bilib, o'zimni bosaman birinchi o'rinda. O'sha menga sabr beradi, chunki ular sen qayerda bo'lsang ham birinchi o'rinda tinch bo'l, uzoqda bo'lsang ham baribirga ham tinch bo'l, sog' bo'l, shuni o'zi yetarli. Sen hozir kelishing shart emas. Bu yerda bo'lishing muhim emas hozir. Birinchi o'rinda o'zingni oilangni ko'rishing kerak, bolalaring sog'ligini, o'zingni oilangni tinchligini ko'rishing kerak degan gap yaxshigina bir dalda bo'ladi. Bilasizmi, endi bu o'zi og'ir savollar aslida. Shaxsan menda shunaqa bo'ladi. Har ertalab turganda birinchi telefonimni qo'limga olaman. Buni so'z aytib berish qiyin. Manimcha bu og'rig'imiz hammamizda bir xil. Shu olaman, uydan telefon yo'qmi? Tinchman-da. Aslan bu teskari bo'lish kerak. Uydan telefon bo'lib, lekin uydan telefon yo'qmi? SMS kelmaganmi ertalab? Kun boshlandi. Xuddi shunday. Shunday ertalab internet shunday yoqaman. O'zi internet ochiq bo'lar kechqurun. Yoqaman. Bizda orqada-ku soat. Juda ham barvaqt telefon bo'lgan bo'lsa, o'sha ko'ngil sal notinch bo'ladi. Nimadir bo'lgan. Agar telefon bo'lmagan bo'lsa, hech qanaqa xabar kelmagan bo'lsa, xayriyat ular tinch, xayriyat ular yaxshi. Chiqadiki, qo'lingizda choyni piyolani o'zingiz ko'tarib oldingiz. Nimaga siz biznesmensiz-ku, firmani boshlig'isiz? Nimaga o'zingiz ko'tarib oldingiz? Ha, olib boramiz-da, ya'ni yordam har doim kerak. Ya'ni bizda masalan ish ko'p bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, albatta turib yordam beramiz. Ya'ni oshxonaga ham ketaverasiz qo'shilib. Endi qo'shilmayman, to'g'risi oshxona ishiga ko'p aralashmayman, chunki oshxonani o'zini odami bor. Ya'ni ular yoqtirishmaydi. Men aytganimdek 7-8 yillik gastronomiyada tajribam bo'ladigan bo'lsa, gastronomiyada ham juda ko'p joyda ko'rganman. Bir joyga borib turib, "Hali buni siz ko'rsangiz yoqmaydi." Aytadiki, "Mana shu ishni men qilyapmanmi? Mana shu ishni, ya'ni bu hurmatimda, tushunyapsizmi? Sen o'zingning ishingni ustasisan, marhamat zo'r qilib chiqarib ber." Qo'yib qo'yasiz. Ayni bunaqa narsalarga yordam bersangiz bo'ladi. Albatta yordam nima qiladi? Xursand bo'ladi. Ha, men ishim sal kamroq bo'ldi. Lekin Germaniyada shu narsa bor. Biznes egalari ishchidan ko'proq ishlashadi bu yerda. Men juda ko'p ko'rganman. Undan tepib ko'p ishlamasa, lekin minimalni tengma-teng ishlaydi. Kelyapsanmi? Marhamat ishla. Faqat mana shu qozonda qaynagan. Agar mana shu qozonda qaynamaydigan bo'lsa, men o'sha odamni ishga ola olmayman yoki tezda javobini berishga to'g'ri keladi. Ya'ni aytamanki, ya'ni hozir A joyda ishchi kerakmi, yordam kerakmi? Masalan, shu yerda yordam ber. Shunday qo'yganda ikkinchisiga yordam beraver. Ya'ni ketsin. Ya'ni biz keladigan mijozni, bizga o'zimizga keladigan mehmonlarni rozi qilib, zo'r kayfiyat bilan chiqarib yuboraylik. U uchun masalan birgalikda ishlash kerak. Institut o'sha viza sabab keldimi sizga yoki bu rejangizni bir qismi edimi? Yevropaga, men Myunxenga kelgan vaqtimda yoki Germaniyaga kelgan vaqtimda o'qish avval boshlanoq bo'lgan. O'shaning uchun ham masalan oilaga borish birinchi o'rinda, chunki oilada siz to'g'ri jonli muloqotda bo'lasiz, tilni tezroq o'rganasiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat aslida. To'g'ri, bizga mos kelmaydigan, erkak kishiga, yigit kishiga mos kelmaydigan nuqtalar bor, lekin til o'rganishga yaxshi muhit. Va boyaga aytilgandek chiqim kamroq va o'zingizda ishlashga, tilni o'rganishingizga kengroq bir imkoniyat bor. Undan keyingi qadam demak til o'rganish, ya'ni unga ham masalan 1 yil, 1,5 yilgacha ruxsat beradi Germaniya hukumati. Ya'ni siz 1,5 yilgacha viza olib turib, til talabasi bo'lib turib, til o'rganib turishingiz kerak va lekin bitta zo'r tarafi bor. Siz natija ko'rsatmasangiz Germaniyadan chiqib ketib qolishingiz mumkin. Sizga ma'lum bir vaqt beriladi, masalan 1 yil yoki 1,5 yil vaqt berildi. O'sha vaqt ichida siz o'sha institutga kirmoqchimisiz?
o'sha institutga kiradigan darajadagi til darajaga yetib borishingiz kerak. Bu misol uchun Sibir darajasi, 6 darajani 5-chisi. 5-chisi. O'shanga yetib borishingiz kerak. O'sha keyingi vizangizni cho'za olishingiz uchun, o'qishga kira olishingiz uchun. Oldingizmi? Oldim, olganman. Qaysi yilga kirdingiz? Augsburg shahriga ko'chdim. Bu yer Myunxendan uzoq, unchalik uzoq emas. 80 kilometr xuddi shunday. Men Wirtschaftsinformatik yo'nalishida o'qiganman. Bu o'zbek tilida iqtisodiy informatika bo'ladi. Bu choy qayerniki? Choy shu yerniki, lekin o'zimizni O'zbekistonda biz ichadigan o'sha ko'k choy, 95 choy deymiz, eshitganmisiz? O'zimiz bizni boyagi kattaroq avlodlarimiz albatta shu choy bilan katta bo'lishgan. O'zimiz ham shunaqa mazasi o'xshagan topganmiz. Xuddi o'zidan. Xuddi o'zidan. Ya'ni ichasiz, xuddi o'sha ko'k choyni ichgandek bo'lasiz. Ya'ni o'sha ta'mi xuddi o'zidan. Tanlangan atayin tomondan. Xuddi shunday. Chunki o'sha nostalgiyani eslasin. Xuddi shunday. Ya'ni choylar xuddi O'zbekistonda ko'k choy, bu yerda qanday ko'k choy ichsangiz, O'zbekistonda xuddi shunday ko'k choy ichasiz. Ya'ni aka nimaga bu narsani mijjala so'rayapman? Sababi musofirda yurganimizda bu rangli ichimliklarni ichish odatiy hayot tarziga aylanib qoladi. Xuddi shunday. Keyinchalik o'zbekona vatan hidi qidirish boshlanadi. Ya'ni o'sha iqtisodiy mustaqillik olingandan keyin odamda eski bolalikka tortish boshlaydi-da. Shashlik hidi, osh hidi, ba'zan endi o'zingiz ham 10 yildan ortiq Germaniyada yashaysiz, ba'zan bo'ladi-ku odamda kayfiyat bo'lmaydi ovqat pishirgani. Kimdir tayyorlab berishini xohlaysiz-da. Menimcha bu savolni so'raganim sababi o'sha ko'k choyni ham qidirib kelsa kerak menimcha odamlar. Shunday. Bizda ko'k choy ichishadi. Endi bizda regionlar ko'p. Masalan, o'zimizda viloyatlar bor. Viloyatlarda viloyatdan farq qiladi. Masalan, Toshkentda men o'zim Toshkentda bir 4 yil, 5 yil yashaganman. O'sha yerda men bilamanki, Toshkentda qora choy ichishadi. Farg'ona tarafga o'tsangiz, bu yerlarda ham qora choy, ham ko'k choy ichishar ekan, har xil ekan. Samarqandda lekin asosan ko'k choy ichadi. Biz ko'k choy, ya'ni bizga mana shu Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo bu taraflarga qarab borursangiz, biz ko'k choy ichadigan hudud hisoblanamizda. O'shaning uchun, ya'ni bu choy xuddi o'zimizga choyga to'g'ri keladi. Qora choylarimiz ham xuddi o'sha men Toshkentda qora choylarni ichganman, limon bilan boshqa qilib chiroq qilib chiqarishadi. Xuddi o'sha narsani berishga harakat qilamiz bu yerda ham. Aka, hamma joyini ko'rib turibman, o'zbekcha narsalar egallagan. Xuddi shunday. Bularni qanaqa olib keltirdingiz buncha narsani? Mana shu piyolalardan boshlaylik. Ataylar, mana shu aynan kirishga, mana bu yerda kirishimiz, shunda kirgani bilan odamlarda o'sha birinchi tasavvur hosil bo'lishligi uchun ham nima qilganmizki, tayyorlaganmizki, kesin biz nimamiz, biz o'zimiz qayerdanmiz va qayerdan olib kelingan narsalarimiz, ya'ni nimalar bizda umuman nimalar masalan ishlatiladi, qanaqa masalan milliy masalan idishlarimiz yoki rasmlarimizni asosan Samarqanddan olib keltirganmiz. Ya'ni Samarqandni o'sha nimalar ko'rinishlari, masalan Registon yoki Bebixonim yoki masalan Go'ri Amir yoki masalan Samarqandda odamlar borganda birinchi o'rinda shunday ko'rib turib, "Vau, mana shu narsa uchun men keldim." Va mana shu muhitni men ko'rmoqchi edim, mana shu kulturani ko'rmoqchi edim degan odamlar masalan mana shu yerga ko'p turib, masalan birinchi tasavvurni hosil qilishi mumkin. Ayni o'shalarni shu olib kelishga harakat qilganmiz. Ya'ni odamlar haqiqatan ham kelishadi va ko'rishadi, albatta nima qiladi, ya'ni qiziqib tomosha qiladi. Biz hammamiz yo'lovchimiz. Qayerda yashashimizdan qat'iy nazar. A nuqtadan boshlaymiz, B nuqtada qachondir qayerdadir tugatamiz. Va yo'llarimizda har xil odam keladi, chiqib ketadi, kimdir uzoqroq sizga yo'lovchi bo'lganingizda kimdir hamroh bo'ladi, kimdir pichoq uradi. Biz bundan himoyalanmaganmiz. Hozir ketayotgan yo'lingizda yana qancha masofani bosib o'tishim kerak va yana nimalarni ko'rishim kerak, yana nimalarni bajarishim kerak deb o'ylaysiz Shuhrat aka? Qiladigan ishlarimiz ko'p. Avvalo masalan o'sha farzandlarimizni o'zini o'zligini yo'qotmasdan endi buning ichida urf-odatlar, qadriyatlar, din, til hammasi masalan shuning ichida o'shalarni masalan o'zimizni hayotimiz bilan birgalikda albatta kamolga yetkaza olish. Mana bu narsa va endi albatta masalan biz hayot ekanmizki, albatta oldinga qarab intilamiz, ishlarimizni rivojlantirishga harakat qilamiz. Ko'proq masalan ishlarni masalan yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Masalan bugun bitta masalan ishni yo'lga qo'ygan bo'lsak, ertaga 2 ta, kerak bo'lsa 3 ta, kerak bo'lsa ko'proq qilib masalan yo'lga qo'yishimiz mumkin va albatta shunga harakat bo'ladi. Ya'ni bu narsalar o'z-o'zidan ham bir reja, ham bir niyat, bir Allohning bir nimasi bilan nima deydi, bir ol qulim deb berishligiga masalan sabab bo'ladi va harakat har doim shunday oldinga qarab ketaveradi. Albatta sizlarchi? Baribir ham men O'zbekistonga tortadi.
O'zbekistondagi muammolar yoki u yerda bo'ladigan qiyinchiliklar yoki shunga muammoga duch kelgan bir nimalar bo'ladi-yu, odamlar ularni ko'rib hech befarq o'tib keta olmayman. O'zimiz bu yerda yashagan bilan har doim u yerning yangiliklari, u yerning nimalari bilan qiziqib, har doim qiziqib yashaymizda. O'sha iloji bo'lsa men ham qiynalganlarga yoki yordamga muhtoj odamlarga qo'ldan kelgancha qanaqadir ham yordam bera olish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, kerak bo'lsa amaliy yoki maslahatlar kerak bo'lsa shunaqa narsalar aytib, ko'rsatib, yordam berish. Shuhrat aka, shu darajaga yetib kelganingiz uchun va qaysi kuchli taraflaringiz uchun ota-onangizga rahmat aytgan bo'larsiz? Ikkalasidan ham juda ham minnatdor bo'lardim o'sha shu paytgacha bergan tarbiyasidan. Ota-onamizning tarbiyasi bor ekanki, mana shu kungacha ham yetib kelishimizga sababchi. Optik hisob bo'yicha 4 yil oldin, ya'ni 2021-yil Germaniyaga keldim. Noldan siz boshida bo'lgansiz shu temalarda. Albatta. Ochilishidan to hozirgacha Joy qidirishgacha. Albatta, joylar qidirib. Musofirda non topish oson emas-da. Nimalar o'tdi boshingizdan shu 4 yil ichida? Restoran biznesining ichida bo'lib turib, o'zbekcha restoran ichida bo'lib turib, bu noldan ko'tarilishi-yu, Shuhrat aka bilan birga bu konsepsiyani qo'yish, bu ovqatni ularga yoqtirtirish oson bo'lmagani aniq. Albatta. Bu oson bo'lmadi. Boshlanishi juda qiyin bo'lgan. Boshlanishi albatta restoran topib, uni bir sistema qurish albatta. Hamma oshxona yuritish, nima kamchiliklar to'g'rilash, odamlar hamda ma'qul keladimikan qilgan ovqatlarimiz. Albatta har bitta klientlar bilan ishlash nima desam ekan, oson emas. Ularga yoqadigan narsa chiqarib berishim emas. Vaqti keldi, aka kistamizda bir so'm pul qolmay qolgan vaqtlar. Mana shu yerda oqshom bilan qolib turibman. Ishga tortdi, lekin pul yo'q. Yo'q, ya'ni misol, ya'ni xarajat qilib, nima desam ekan, xarajat qildik, hamma narsa bo'lyapti. G'ag'da kistida pullar qolmay qolib, mana shunaqa darajada bo'lganlar ham bo'ldi-da. Mana aka, o'zimizda Samarqandcha osh bu. Salatlari bilan yonida albatta qaysi stolga ketamiz? Okay. Shu stolda hozir. So, pechyo. Ya, bitta. Guten Appetit. Aka, nemis mijozlari nimasi qiyin? Nimasi bo'ladi? Haqiqatda qiyin bo'ladi. Bizning o'zbek mijozlari bilan nemis mijozlari nima farqini sezasiz? Farqini albatta bular nemislar O'zbekistonga borib kelishadi. Restoranimiz oti ham Samarqand o'shaning uchun. Borganda yegan, qanaqa yegan, o'shanaqa narsani kutishadi. Mazasi bir xil mazasi bir xil, albatta. Bunaqa edi. Yeganimizda bunaqa edi, shunaqa narsani kutishadi. Bizda alkogol yo'q. Albatta, ya'ni biz boshida ochganimizda ham misol mana shunaqa narsa aytishgan. Alkogol sotmasang sen restoranga yurishmaydi deb nemislar aytgan. Yo'q, bizlar tanlamadik bu narsani. O'zimiz yo'limizdan aniq qilmadik, qochmadik, shoshilmadik, ya'ni pul topish uchun nimadir o'zga yurtdan kelib, mana shu narsani aytmadik. Samarqand O'zbekistonning bitta shahri. Eskidan poytaxt bo'lgan. O'shani juda ko'p nemislar ham bilganligi uchun ham kelishadi. Aka, men hammada do'ppi ko'rdim. Hammaning boshida do'ppi bor. Ichkarida ishlayotganlarda ham do'ppi turibdi. Bu uniformami? Albatta. Ofisiantlar bor. Misol, yana yakkisi bilan, ya'ni jekitchasi do'ppi kiyib xizmat qilishadi. To'g'ri, ya'ni bu nimadan qildik? O'zbek restoran bo'lgani uchun atmosferani yana ham beraylik. O'zbekcha berish. Albatta. Keyin odamlardan ajralib turishi bu albatta. Bu juda muhim deb o'ylayman. Restoranni mana hozirgi holatiga yaqinlashishigacha bo'lgan davr uchun qancha pul sarfladingiz? Agar mumkin bo'lsa. Taxmin aytadigan bo'lsak, 150 mingdan 200 minggacha sarflaganmiz. Oho, Germaniyada demak, kichikroq shahardagi 1-2 xonalik uyning narxi ketibdi-da bu kafega. Shunday desa bo'ladi. Necha kvadrat bu joy?
ikkala qismini olamiz. Ichkari terrasa ichkari, men terrasani hisoblamaganimizda ichkarini o'zi 140 kvadrat metr. 140. 140. Oho. Lekin bitta narsani aytish kerak, Germaniyada masalan joylar har xil. Birinchi o'rinda shahardan shaharga farq qiladi. Qaysi shaharda yashayapsiz? Arzon shaharmi, qimmat shaharmi? Ikkinchi o'rinda qayerda joylashgan? Markazda joylashganmi, chetroqda joylashganmi? Uchinchi o'rinda sizni nima qiladigan, oladigan joyingiz kattaligi qanaqa? U bitta misol. Va to'rtinchisi, siz qanaqa shaklda o'sha binoni olyapsiz? Ehtimol ta'mirlangan zo'r tap-tayyordir. Ehtimol siz boshdan hammasini qilishingiz kerakdir. Ushlagan joyini uzib oladigan xarakter. Masalan, otamda, ya'ni men bu narsani juda ham ko'p ko'raman. Bir ish bo'lyaptimi, o'sha ish eng zo'ri bo'lsin. Bir ish boshladingmi, o'sha narsani uzib olginki, oxiriga yetkazib qo'ygin. Yarim yo'lda tashlab ketib qolmagan. Ya'ni bu xarakter shakllanishga menga yordam bergan deyman. Onam menimcha hech bir insonni onasichalik mehribon zot bo'lmasa kerak. Onam bizga har doim, masalan, onamizdan o'sha farzandlarimizga bergan mehrimizni onamizdan olganmiz deyman. Bunaqa mehrni, bunaqa tarbiyani menimcha onalardan boshqasi bera olmasa kerak. Avvalo, men ota-onamni menga bergan ishonchlari, sen uni qila olasan, qo'lingdan keladi degan ishonchlar menga fundament bo'lgan. Birinchi o'rinda mehnatsevarlikka o'rgatgan, asosan ishonchi eng birinchi o'rinda dalda men uchun. O'zbek yoshlariga shu narsani aytgan bo'lardimki, tilni vatanda juda ham jon-jahd bilan vaqtingiz bor, pul to'layapsiz kursga yoki umuman imkoningiz bormi? O'rganing, chunki chetga chiqqandan keyin bu juda ham qimmat. Til o'rganish vatanimizdan tashqarida, O'zbekistondan tashqarida juda ham qimmat. Hozir ayni vaqtda misol uchun bitta kursning narxi 400-500 yevro. Bir oyga. U faqatgina kursi narxi. U kursi narxi. U qolgan narxlardan tashqari, ya'ni siz unga yana kvartira to'laysiz, yeb ichasiz, boshqa, ya'ni juda ko'p xarajatlaringiz bor hozir paytda. O'sha paytda ham arzon emas. O'sha paytda 250-300 yevro atrofida oyiga to'lardingiz. Kursga bormoqchimisiz, til o'rganmoqchimisiz? Marhamat, pulni to'lab qo'yasiz. Chet elda hamma narsa pul. Xuddi shunday. Chunki bu kapitalistik davlat, baribir bu Yevropa, bu yerda hamma narsa hisob-kitob qilib bo'lingan. Shunday. Hatto o'sha o'zbek diasporalarida ko'rishib qolganmiz, gaplashamiz, bu yerda o'lish ham qimmat. Xuddi shunday. O'lish uchun ham pul kerak. Xuddi shunday. Chunki Germaniyada o'sha qabr joylarini ijaraga olish bor. Unga agar vaqtida qaralmasa, unga ham jarimalar bor. Bularning hammasi pul turadi. Lekin boshqa joydan ko'rayotganlar uchun bu go'zal hayotdek tuyuladi chekkadan. Yo'lovchi singlimizga ham, yo'lovchi ukamizga ham, oila bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasiga men shunday tavsiya qilamanki, uka, har doim maqsadingni aniq qilgin. Maqsading aniq bo'lsa-ki, o'shanda oldinga siljish bo'ladi. Qachonki o'ngdan chapga, chapdan o'ngga sakrash bo'ladigan bo'lsa, maqsad aniq bo'lmaydigan bo'lsa, yo'lda yo'qolib qolishligi mumkin. O'shaning uchun avvalo maqsadni aniq qilish, ikkinchidan qaysidir mamlakatda yashaydigan bo'lsa ham, bo'ldi menga mana shu hayot, mana shu ish bo'laveradi deb turib, ko'nikib o'shanga rozi bo'lib qo'ymaslikda o'zi ustida ishlash. Juda ham muhim deb o'ylayman, faqat oldinga maqsad bilan.